ملت روحي عيوبي، كبلت قلبي ذنوبي. ارجعي يا نفس توبي من ضياعي من ضلالي. Bismillahirrahmanirrahim. Bugun 2025-yil 20-noyabr haftaning payshanba kuni. Biz avvalgi yaloqsiz eski chodirda yashab kelayotgan bir oilaga yangi chodir o'rnatish ishlarini amalga oshirdik. Allohning fazli ila Imom Buxoriy vaqfi yordamida Aynenburgdan kelgan saxiy dehqonlarning ehsonlari bilan bu oilaga mustahkam, sifatli yangi chodir o'rnatib berdik. Alloh taolodan so'raymizki, ularning ehsonlarini qabul qilsin, eng go'zal ajr mukofotlar bilan siylasin, mol dunyolariga va farzandlariga baraka bersin. أمسى ترديني فعالي، طال ليلي والليالي